Olovnur Media taqdim etadi. Bo'lajak o'zbek kulgi qiroli, qiziqchi, so'z ustasi Nodir Xizr. Nonni ushog'i ham non bolam o'tiring deydi. 27 yoshimgacha uylantiringlar deb ayta olmadim uydagilar. Uzoqdan menga mana bunaqa qilib turibdi-da. 701 dedi, onangni. 15 yildan beri mana shu sahnaga chiqaman. Mana shu yerdan meni haydagan odam birinchi marta ko'rishim. Shalvar rezinkasi bor aka, rezinkalik xususiyatini yo'qotgan. Zo'r g'ilashib turibdi-da o'zi ham. Opa ko'rinyaptimi? Yaxshimi? Siz uchun maxsus. Keyingi qadamlari bundan ham dadil va muvaffaqiyatli bo'lsin. Davraga chiqqanim hamon turli sirli nigohlar boqar men tomon. Bilamanki mezbon kimlardir mehmon. Assalomu alaykum mezbon mehmon. Nigohlaringizni jamlab, kunlaringizni to'plab, istagalaringizga xo'p-xo'plab, qarshingizda turibman qo'shqo'llab. Niyatim doim sog' bo'ling omon. Tark etmasin sizni teshigi orom. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizga mehrli ko'zlarini tashlab, katta bir yaxshilikni ko'zlab, o'tirgan turgan, xullas bilan yuzlashib turgan, qalblari mehrdan yaraqlagan, yuzlari samimiyatdan charaqlagan, bir-birlaridan ulug' qadamlar qutlug' aziz mehmonlar. Assalomu alaykum. Bir qo'li bilan dunyoni, bir qo'li bilan beshini tebrata olgan, farzandlar qalbiga insonlik tuyg'usini solgan aziz muhtaram onaxonlar. Assalomu alaykum Qo'rg'ilbek zotidan, Mir Alisher Navoiy avlodidan bo'lgan O'kstan va oliyjanob akaxonlarimiz, ukaxonlarimiz. Assalomu alaykum Husndalaylidan u aqli Nodira begimdan meros qilib olgan. Bir qarashli 100 ko'ngiliga o't solgan 14 kunlik oydek go'zal, taraf min bir g'azal hurmatli obajolarimiz, kinojoylarimiz, singijoylarimiz. Assalomu alaykum. Bugun Nodir Xizrni konsertiga kelib, maza qilib kulaman degan aziz muxlislar. Men bir narsani aniqlamoqchiman. Bugun konsertimizga erkaklar ko'proq kelganmi, ayollar ko'proq kelganmi? Buni qarsiylar bilan aniqlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, albatta men erkaklarimizga murojaat qilaman. Hurmatli otalar, akalar, tog'alar, amakilar, erkakchasiga bitta qarsiy chalib qo'yinglar. Voh. Qaranglar, bunday qaraganda uni ko'zga tashlanmayapti. Erkaklar ko'p ekan, mana qarsaga dahshat bo'ldi. Lekin ayollarni qarsaga, ayollarni qiyichuv baribir zo'r bo'lsa kerak. Ayollar tayyormisizlar? Voydod 1-0. Gap bo'lishi mumkin emas. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'linglar. Endi men o'zingizlar bilasizlar, uzoq yillar o'sha O'zbekiston Milliy telekompaniyasida Yoshlar telekanalida Imkon Show degan ko'rsatuv olib borganman. Mendan nima ko'p savol ko'p. Meni bitta savol qiziqtirib qoldi. Men hozir shuni haligini daftarchamga yozib yuribman. Mana shu konsertdan foydalanib, mana shu savolni ham javobiga bir aniqlik kiritib qo'ymoqchiman. Mana Amerikada, Yevropada xotinni hurmat qiladigan, boshiga ko'taradigan erkakni gentleman derkan, ya'ni oliyjanob erkak derkan. O'zbekistonda xotinni hurmat qiladigan, boshiga ko'taradigan erkakni kim deydi o'rtoqlar? Variantlar bormi? Xotin quli deydi, yo astag'firullah.
Biz sizlarni ham hurmat qilaylik, ham boshimiz ko'taraylik, ham xotin qo'lidagidan ham olaylikmi? Bir chiroyliroq gap aytinglar, unaqa emas. Ha, Yevropada oliyjanob erkak deyapti. O'zbekistonda kim deydi? Ana orqada o'tirgan xotinimda qilay. O'zbekistonda unaqa erkak yo'q. Tepsa tepadi, ursa uradi, so'ksa so'kadi, hayotda boshi ko'tar. Ya bor. Variantlar bormi? Variantlar qani? Yosh kattalar onaxonlar bor. Mana hojonam o'tiribdi. Hojonadan so'ray. Hojona, assalomu alaykum. Omonmisiz, salomatmisiz? O'zingiz ayting, onajon, o'zingiz ayting. Bu yosh bolalar nimani biladi mana? Men gapirsam, mana tepada ham hojonalarimiz o'tirishdi, og'zimga qarab turishdi mana shunday qilib. İçilarida nima deb o'ylayotganlarini ham bilaman. Bu juvarmay nafas olamiki, yo'q bugun gapirayotgan payda. Nafas olaman, tirikchilik qilsin, tirikchilik. Bu o'rni oyog'i bog'adi, bokseri qo'li bog'adi, biz tilimiz aylanmasa ahvol chatoq. Bormi javob? Xotinni hurmat qiladigan, boshiga ko'taradigan erkakni O'zbekistonda kim deydi? Mujik deydi. Sizlar qachon mujik deysizlar? Qachonki biz sizlarga so'ragan paytingizda pul berib tursak, ana shu paytda mujik deysizlar. Pul tugashi bilan nimagadir sizlarning mehrli gapinglar ham tugab qoladi. Yo'q, topolmadinglar, o'zim aytaman. Bilmaganlar bilib olinglar. Amerikada, Yevropada xotinni hurmat qiladigan, boshiga ko'taradigan erkakni gentleman, oliyjanob erkak deydi. O'zbekistonda xotinni hurmat qiladigan, boshiga ko'taradigan erkakni issiq sovuq qilingan deydi o'rtoqlar. Azizlar, men bugun qiziqchilik qilmoqchi emasman. Bugun biz qiziqchini konsertidamiz. Men shunchaki mana bu konsertga ozgina kech qolgan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz joy-joyini egallab olishini ozgina gapirib turibman. Asosiy qiziqchilik oldinda. Nodir qizig'ini taniganlar bor, tanimaganlar bor. Men tanimaganlar uchun alohida bir aytib qo'ymoqchiman. Nodirjon uzoq yillardan beri xalqimiz sevimli san'atkori, ajoyib so'z ustasi, Bu odam haqida gapirganda oilaviy tomosha qilsa bo'ladigan san'atkor, haqiqiy o'zbekona qiziqchi deyshadi. Avaz Oxunning shogirdi. Men zo'r hurmat ehtiromlar sahnaga o'zbek, shunaqa niyat qilaylik. Bo'lajak o'zbek kulgi qiroli. Xudo xolasa oxirgi marta konsert beryapti Turkiston saroyida. Nima uchun unaqa deyapman? Bundan keyin konsertlari faqat Xalqlar do'stligi saroyida bo'ladi, katta saroyda bo'ladi. Sizlar qo'llab-quvvatlab tursanglar. Umidli, yosh, qiziqchi, so'z ustasi Nodir qizi! Assalomu alaykum. Birinchi konsertimning birinchi muxlislari. Rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Assalomu alaykum barcha-barchalarga. Bugun bizni mana shu birinchi konsertimiz bo'lishiga qaramasdan, vaqtinglarni ayamasdan tomosha zalini to'ldirib kelib o'tiribsizlar. Qadaminglarga hasanot, xursand bo'ldik. Boshimiz osmonga yetdi. Mana shu osmonga yetgan boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Rahmat. Salomat bo'linglar. Endi biz ustozlarimizni konsertini ko'ramiz, to'g'risi havasim keladi. Ustozlarimizning muxlislari qo'llab-quvvatlab gullar olib kelishadi. Men bugun hech kim qilmagan ish qilmoqchiman. Men bugun birinchi konsertimga tashrif buyurgan muxlislarimga gul bermoqchiman. Marhamat yigitlar, ketdik. Marhamat. Rahmat yigitlar. Hammaga yetsin, hammaga. Xo'p. Kimga beramiz? Onaxonlarga beringlar asosan. Yosh kattalar ham bo'lsin. Keyin, chiroyli qizlarga beringlar bitta ikkita. Beringlar. Sizga hammi? O'zingiz olib kelmadingizmi aka? Bo'ldimi? Gul oldinglarmi? Hamma oldimi? Mana shu gullar sizlar uchun azizlar. Sizlar uchun meni konsertimga kelganingizga rahmat. Men uncha odam bo'lmaydi deb o'yladim men. To'lib o'tiribsizlar, rahmat. Endi men ko'p konsertlarda ko'rganman, mana shu tushib olay. Ko'p konsertda ko'rganman. Ustozlarimiz konsertida tomoshabinlar gul bilan birgalikda san'atkorlarga cho'pon ham kiydiradi-da. Endi qarshi bo'lmasanglar, men assalomu alaykum. Qayerdan keldingiz? Samarqanddan. To'g'risini ayting. Doston Ergashev uchun keldingizmi? Ovoz Oxun uchun keldingizmi yo Nodir qiziq uchunmi? Nodir qiziq uchunda. Mana shu gapingizga. Rahmat. Mana shu gapingiz uchun, mana shu insonga qarshi bo'lmasanglar, bitta cho'pon kiydirsam nima deysizlar?
Yo'q. Mana. O't. Turing aka, turing. Nodir qiziq konsertiga deganingiz uchun, keldim deganingiz uchun mana shu cho'pon sizniki. Kiydiringlar mana. Yaxshimi? Omad tilayman. Rahmat, xursandmisizlar? Sizlar xursand bo'lsanglar bo'ldi, salomat bo'linglar. Men yaqinda mana shu Turkiston san'at saroyida bitta konsertga keldim. Quvvatilla O'sarov degan san'atkor konsert qildi. Taniysizlarmi? Tanimaysizlarmi? Men ham tanimadim, institutda majburlab olib kelishdi. Keldik. O'tirib biz endi Quvvatilla O'sarov deb e'lon qildi. Quvvatillamush. Ana qo'shiqchini qo'shiq aytishga quvvat yetmayapti. Yana O'sarov deydi. Aniq bilaman, u odam o'smaydi. Sababi fonogrammani ham qoyillatib aytmayapti. Lekin 1000 ta odam zal to'la o'sha odamdan 300 tasi san'atkorga gul berdi. Qoyil qoldim, muxlislari ko'p ekan. Yaxshi san'atkor desam, keyin bilib qoldim. Boyagi san'atkor konsertdan oldin tomoshabinlariga gul tarqatib qo'ygan ekan. Konsertni o'zimga berasizlar deganda, endi meni tushungan bo'lsanglar kerak. Mana shu gul olganlar konsert davomida shu gullarni o'zimga bitta qaytarib berasizlar. Hozir bir ish qilamizda. Amma siz kim? Ya qarindoshlar bo'lsa ishonmaydi-da. Ammam bo'lsa bo'ldi. Kim yana? Kim oldi? Qaysi tomondan olishdi? Bormi yana? Olganlar, mayli. Amma siz, Gulchehra opa siz, erkaklardan ham olganlar bo'ldimi? Mayli, siz 3 ta. Sizlar hozir men sahnaga bir boshdan chiqaman. Men shu gullarni assalomu alaykum, hurmatli muxlislar deganimdan berasizlar. Maylimi? Kelishib oldikmi? Hozir. Ahror aka, keling. Qo'ying. Keling. Bunaqasini ko'rmaganman, lekin gap bo'shga emas. Sizga yarashaveradi. Bilasizmi nima uchun gap aytyapman? O'zbekistonning poytaxti Toshkent bo'lsa, Toshkentning poytaxti Jizzax bo'lib turibdi hozir. O'shancha bo'laveradi, yarashaveradi. Mayli, u. Rahmat. Savolda, aka, mana shu muxlislar nomidan savolda. Xo'p. Ko'pchilik aytadi, nimaga siz bitta so'zni 3 marta gapirasiz, aka? Qachon? Voy. Hozir. Ya bu zavodskoy brakda, bu ataylab qilmayman. Gap yo'q. Shunaqa tug'ilganmiz. Sizdan iltimos, hozir bir boshdan boshlab berasiz konsertni. Nodir qiziq degan joyini aytib bersangiz bo'ldi, men chiqib kelaman. Kelishdikmi? Kelishdik. Gullar tayyormi? Operatorlar tayyormi? Operatorlar tayyor, gullar olganlar tayyor. Sizlar endi qarshi chalib turinglar, hurmatli muxlislar. Qarshi bo'lsin, Nodir qiziq! Aka, o'chiring. Men oldin kirib olay. Hali kirasizmi hali? Orqaga o'tib olay. Xo'p. Bunaqasi bo'lavermas. 20 yildan beri konsert o'tkazaman, birinchi marta shunaqasi bo'ladi. Xo'p, tayyormisizlar qarshi chalishga? O'zining ilk konserti bilan sahnada yosh ijodkor, ajoyib so'z ustasi Nodir qiziq! Assalomu alaykum. Muxlislar, assalomu alaykum. Hay. Shoshma. 3 tami? Hop. To'xtang. Qayerdan oldingiz? Nima aytsa? Qayerdan oldingiz gulni? Sendan oldim. U joyini aytmang-da. Qayerdan oldingiz? Sotib oldim. Yolg'on gapirsangiz ko'zingiz pirpiramas ekan-a? Endi qolganlar tushundinglar, men shunday berasizlar gulni. Faqat hozir emas, o'rtalarida joy-joyida berasizlar. Keyin bizni tasvirga olayotgan tasvirchi yigitlardan iltimos, mana shu gul tarqatgan joyimiz bor-ku, o'shani montajda kesib tashinglar. Montajda ertaga gap bo'ladi bilaman, o'zi berib, o'zi qaytarib olibdi deydi. Bilaman, shuning uchun montajda olib tashinglar, lekin montajga ehtiyot bo'linglar. Yaqinda bitta voqea bo'ldi. Ustozimiz Avoz Oxun bilan Xalqlar do'stligi san'at saroyiga konsertga bordik. Gala konsert bo'ldi. Endi ko'pchilik gala konsertlar hozir chala konsert bo'lyapti. Nimaga? Bordik, konsert rejissor tashkilotchisi aytdi ustozimizga, Avoz Oxun 15 minut gapirasiz, odamlarni kuldirasiz, keyin tushib
birinchi qatorda o'tirasiz joy bor dedi. Men birga yuraman u yonlarida. Birga endi ustozim sahnaga chiqib qiziqchilik qildi, odamlar maza qilib kuldi. Vaqtimiz bordi, ustoz akalarimiz birinchi qatorga tushib o'tirib konsertni tomosha qildik. Endi qiziq tomonini eshitdinglar. 1 oy o'tdimi, 1,5 oy o'tdimi, konsert YouTube'ga chiqdi, internetga. Men konsertni ko'rib o'tiribman, ustozim sahnada qiziqchilik qilyapti. Men birinchi qatorda o'tiribman konsert ko'rib. Eng qizig'i, ustozim sahnada gapirayotgan payti men sahnani orqasida edim. Montajning kuchini qarang, sahnani orqasida yurgan bola birinchi qatorda o'tiribdi. Men hech narsa emas. Ustozim sahnada qiziqchilik qilyapti, unda qarasam yonimda o'zi ham kulib o'tiribdi. O'zini gapiga o'zi qarshi chalib. Ustozimni egizak farzandi borligini bilardim-u, lekin o'zini egizagi borligini bilmas ekan. Turkiston san'at saroyida bo'lyapti konsertimiz. Bitta o'rtog'imga aytdim, konsert beryapman, o'rtoq desam, tabriklaymiz, tabriklaymiz. Qayerda bo'lyapti deydi. Turkistonda desam, sodda bo'ladi, kichkinasidami deydi. Xalqlar do'stligiga berib yubormabsan-da bir yo'la deydi. Xalqlar do'stligini aytayapti-da, katta joyda. U yerda joy yo'q-da. Har kuni san'atkor konsert qiladi. O'zimizni san'atkorlar yetmagandek, Yevropa tomonidan, Rossiya tomonidan bir yilda 10 ta, 15 ta odam kelib konsert qiladi. Yana o'sha chetdan kelgan san'atkorlarni afishasini avtobusga yopishtirib qo'yishadi, ilib qo'yishadi. Bir yaqinda Valeriy Miladze degan bir san'atkor keldi, uni afishasini avtobusga yopishtirib qo'yishibdi. Murojaat uchun telefon degan joyi bor ekan. Telefon qilib so'rasam, eshitdinglar, bitta bilet 2,5 million so'm. Endi sizlarga savol, 2,5 million so'mga bilet oladigan odam avtobusda yuradimi? O'z avtobusda yuradigan odam oyligini o'zi 2,5 million-da. Menimcha unaqa narxga avtoparkda direktor yamomaydi-da bilet. Yana uni qayerga yopishtirib qo'yibdi, ilib qo'yibdi. Mana avtobusda yiqilib tushmasligi uchun usha oladigan ruchkasi bor-ku, o'shanga ilib qo'yibdi. U o'tirganlarga ham emas ekan, turib ketayotganlarga ekan. Bechora turib ketayotgan, avtobusga bilet yo'q, turib ketyapti o'zi. Unga baraka topgur, mantiq bo'lish kerak-ku. Samolyotga yopishtir biletingni. Bor ana, Afrosiyob poyezdiga yopishtir. Mayli nima bo'lsa bo'ldi, Yandex taksiga ham yopishtirsin. Bo'ladi-yu. Endi u 2,5 million so'mga bilet oladigan boylar boshqa boylarda. U boylarni bolasi maktabga Mercedesda borib keladi. Bir boy odamni ham bolasi har kuni maktabga mashinada borib, mashinada kelar ekan. O'qituvchisi dadasini chaqiribdi. Aka, siz saxiy boylardansiz, rahmat. Maktabimizga yordamlar qilyapsiz, remontlarimizga yordam berdingiz, rahmat sizga. Lekin o'g'lingiz bolalardan ajralib qolyapti. Buni ko'rib sinfdoshlari o'ksib qolyapti. Bu sinfdoshlari hammasi avtobusda yuradi. O'g'lingiz maktabga mashinada keladi, mashinada ketadi. Biz ham avtobusda yuramiz aka. Shunga ozgina e'tibor qiling degan ekan. Endi boy odam aqlli bo'ladi-yu. Ertasi kuni o'g'liga bitta avtobus bilan bitta proyezdni olib beribdi. Boyda nima qilsin boyda, lekin avtobusda yurishni gashti bor. Avtobus mazza. Men ko'p avtobusda yuraman. Endi avtobusda yoshlar o'tirib oladi, yosh kattalar turib ketadi. E'tibor berasizlarmi? Boyagi yoshlar yosh kattalarga joy bermasligi uchun uyda o'qimagan, institutda o'qimagan kitoblarini avtobusda o'qib ketadi. Bir bola avtobusda kitob o'qiyapti, yosh katta odam oldiga kelib, "Ukam, avtobusda kitob o'qishni ko'zga zarari bor." deganda haligi bola ham shunda boshini ko'tarib, "Zato oyoqqa foydasi bor-da, aka" deydi. O'qisang kallaga ham foydasi bor, faqat teskari ushlabsan kitobni-ku. Avtobusda yurish mazza, tiqilinch, to'polon, ichi liq to'la odam. Avtobus ostanovkaga to'xtabdi. Ostanovkada avtobus to'lamush, chiqayotganga tushayotgan odam yo'l bermaydi, tushayotganga chiqayotgan yo'l bermaydi. Shu tiqilinchda avtobus eshigini oldida ikkita sevishgan, yangi tanishgan bilmayman, bir-biriga mulozamat qilyapti. Yigit qizga qarab, "Chiqing jonim" desa qizam, "Yo, o'zingiz chiqing jonim." Bola, "Ha, endi chiqing jonim" desa qizam, "Yo, o'zingiz chiqing jonim." Yigit, endi qiz bolani hurmati bo'ladi, "Chiqing jonim" desa qiz bola ham, erkak kishining farishtasi ulug' bo'ladi, "O'zingiz chiqing jonim" desa, orqada yarim qop piyoz ushlab turgan otaxon bor ekanda. Chiday olmabdi. Piyozini shartda qo'yib, bolani quloq chakkasidan chas tortib yorib, "Yaramas, lapashang oldin san chiq, keyin joning chiqsin" deb.
O'zi otaxonlar gapga usta bo'lishadi-da, otaxonlar gapga usta bo'ladi. Bir otaxon yoz 40 gradus issiq, boshiga tilpak kiygan, ustiga palto, oyoqqa etik kiyib pensiya olgani boribdi. Pensiya beradigan opa ham otaxon, ko'cha 40 gradus issiq bo'lsa, nimaga bunaqa kiyib oldingiz? desa otaxon ham, bolam, men yanvarda pensiyasiga keldim. Otaxonlar gapga usta bo'lishadi. Bir otaxon 70 ga kirganda farzandli bo'libdi. O'zim ham yaxshi ko'raman shu latifani. 70 ga kirganda farzandli bo'lgan otaxon shofyor ekan. Kim bilan gaplashsa, mashinani tilida, texnikani tilida gaplashar ekan. Raddomga borgan ekan, doktor aytibdi, otaxon 70 ga kirganda farzandli bo'ldingizmi? desa otaxon ham, ha, bolam, 70 ga kirganda zapchastli bo'ldimman. Otaxon bo'lishi mumkinmi? Mumkin, bolam. Men biror marta oilamga xiyonat qilib o'ngga chapga yurmaganman, bolam. Faqat to'g'riga yurardim. Keyin 40 ga kirganimda spidometrimni uzib qo'yganman, bolam. desa doktor, ota uzmagandirsiz, o'zi uzilib ketgan bo'lsa kerak. Ustimdan kulma, bolam. Men har 6 oyda o'zimni tekshirtirib, texosmotrdan o'tib turardim, desa doktor. Medosmotrding, ota? Nima farqi bor, bolam? Men mana 70 ga kirdim. Yilim eski bo'lgani bilan, bolam, motorim yangi debdi. desa doktor aytdi, otaxon, unda bir motoringizni moyini almashtirib yuborasiz debdi. Nimaga, bolam? desa doktor ham, chaqaloq negir tug'ildi debdi. Bolani ko'rishgan ekan, bola rostdan qop-qoramishda, qop-qorada. Men hali ham oqroq aytib qo'yapman-da hozir. Qop-qorada. Otaxon bolani ko'rib nimadirmish, kampir tushmagura, nuqul ovqatni ham kuydirib pishirardi, bolani ham kuydirib yuboribdi dedim. Otaxonlar sog' bo'lsin, rahmat, salomat bo'linglar, rahmat. Rahmat, zo'r bo'lyapti konsert. Rahmat, salomat bo'linglar. Endi men internetda bitta ma'lumot o'qidim. 2024-yil yanvar oyidan aprel oyigacha 4 oy ichida O'zbekistonda 274 mingdan ortiq chaqaloq dunyoga kelibdi. Biz bolajon xalqmiz, bizni ayollarimiz bola tug'ishni yaxshi ko'radi. Bizda bitta farzand bo'lsa, ikkita bo'lib qolsin deydi. Ikkita bo'lsa, 3 ta bo'lib qolsin deydi. 3 ta bo'lsa, jup bo'lib qolsin deydi. 5 ta bo'lsa, bo'lib qopti deydi. Lekin birinchi farzandga ko'proq e'tibor berishadi. Masalan, birinchi farzandni raddomdan olib chiqayotganda e'tibor berganmisizlar? Boshqacha e'tibor bilan kutganda endi u farzand raddomdan chiqishi, limuzin mashina, masham medved, ayiqchalar, sharlar bilan chaqaloqning ismini yozgan, qo'shiqchi kelgan bola haqida qo'shiq aytgan, qiz bola bo'lsa qiz bola haqida video kameralar bor. Birinchi farzandga e'tibor zo'r. Keyingi farzandlarga e'tibor kamayadi ozgina. Keyingi farzandda boradi, mashina bor, hamma narsa bo'ladi endi. Lekin bitta qo'shiqchi yo'q boyagi. Uchinchi farzandda mashina, gul. Mashina ham o'rtog'iniki, birga borgan. Endi 4-chi, 5-chi farzandlar raddomdan Yandexda chiqadi. 6-chi, 7-chi farzandlar avtobusda ketaveradi, to'g'rimi? Haqiqatdan birinchi farzandga, katta farzandga e'tibor zo'r. Men oilada ikkinchi farzandman, o'zi 4 ta farzandmiz. Akamga ko'proq e'tibor bo'ladi uyda, akamga. Bolalik paytimiz uyga mehmon kelsa, tog'am kelsa ham akamni ko'tarardi, xolam kelsa ham akamni ko'tarardi, ammam kelsa ham mana akamni ko'tarardi. Meni hech kim ko'tarmagan, bir chekkada qolib ketar, meni ham ko'taringlar. Qolib ketardim-da. Hech kim ko'tarmasdi. Mana oradan vaqt o'tdi, katta bo'ldik, akam katta ishga kirdi, lavozimi ko'tarildi. Oyligi ko'tarildi, obro'yi ko'tarildi. Men 7 yil bo'ldi san'atga kirganimga, hali ham hech kim ko'targani yo'q. Hozir nimaga konsert qilyapmiz? Men shu o'zim ko'tarish uchun konsert qilyapman men hozir. Lekin birinchi farzandga e'tibor zo'r. Meni birinchi farzandlarga havasim keladi. Shu yerda kim katta farzand? Bormi? Bitta qo'l ko'tarib beringlar. Erkaklardan bormi? Kim? Sizmi? Men shu yigitga qarsak bo'lsin bitta yurakdan. Aka, sizga havasim keladi meni. Siz o'yinchoqni ham yangi paytda o'ynagansiz. Kiyimni ham yangi paytda kiygansiz, so'rg'ichni ham butun paytda so'rgansiz.
Men yangi so'rg'ich so'rmaganman. Akamniki bo'lgan so'rg'ich qilsam hushta cholardi. 4 ta farzand bizu. Hozir bolachalarga, chaqaloqlarga eslasak bo'ladi. Mana uzunchoq so'rg'ich, dumaloq so'rg'ich, yapaloq so'rg'ich, butulkada alohida kashaniki. Biz 4 ta farzandmiz, 4 ta farzandni bitta so'rg'ich katta qilgan. 4 talarimizni ham akamdan menga, mendan ukamga, ukamdan singlimga o'tgan o'sha narsa. Mana siz, yana savol sizga. Qanaqa beshikda yotgansiz? Yangimi? Sizga olib kelishganmi? Men yangi beshikda yotmaganman aka. Men akamni beshigida yotganman, beshikdan akamni hidi kelib turardi. Alam qilgani uydagilar men uchun beshik mayli sumak ham olishmagan. Uy ham akamniki bo'lganda. O'yinchoq chaka, o'yinchoq. Yangi bo'lgan. Men o'yinchoqlarimni eshitingda, parragi yo'q vertolyot. G'ildiragi yo'q mashina, o'q otmay qolgan pistolet, bir oyog'i yo'q soldat. Shunaqa o'yinchoqlar o'ynayman. Endi kiyimni gapirmasam ham bo'laveradi. Kiyim uchun alohida konsert qilishim kerak. Kiyim. Men umrimda yangi kiyim kiymaganman. Mana shu ustimdagi kiyim bor-ku, mana shu yangi mana shu. O'zimniki. Mana shu. Lekin o'z-o'zimga qolmaydi bu ham bilaman. Chunki mendan keyin ukam ham bor-da. Kiyish kerak. Konserting o'tsa berasan deb yuribdi yonimda. Shu kiyimlarim shunaqa bo'lardi. Masalan, katta kiyimlar kiyardim. 1 razmer, 2 razmer katta kiyim kiyardim. Xuddi Hamdam Sobirovga o'xshab. Haqiqatan, menimcha shu Hamdam Sobirov ham ikkinchi farzand bo'lsa kerak. Akasinikini kiyganda u ham. To'g'rimi? Razmerlarni qarang. Yengi uzun ko'ylak, beli katta shim. Akamni remeni belimda 3 marta aylanardi. Hali oyoq kiyimim kattaligi bilinmasligi uchun uchiga paxta tiqib olardim-da. Lekin o'zimga olib berishmagan hech qachon. Mana o'zlaring ham o'tirishib so'rab olinglar. O'zimga olib berishmagan o'zimga. Kiyim olib beringlar desam, ana akangnikini kiygan, akangga yangi olib beramiz deyishardi. Hammada shunaqa bo'lganmi? Bir kun aytdim. Shalvar olib beringlar desam, ana akangniki kichkina bo'lib qolgan, o'shani kiy, akangga yangi olib beramiz deyishdi. Men aytdim, uni kiymayman dedim. Nimaga deyishdi? Shalvar rezinkasi bor aka, rezinkalik xususiyatini yo'qotgan. Remin bo'lib qolgan rezinka. Qattiq. Olib beringlar, menga ham shalvar desam, olib beramiz deyishdi. Xursand bo'lib ketdim. Shalvarmi desam, yo'q, rezinka. Menga ham yangi narsa olib berishgan, shu shalvarga rezinka, shimga zamok, ko'ylakka tugma, tufliyimga yangi ip olib berishardi, lekin salaf ham bo'lardi, yangi bo'lardi. Aytdim, oyoq kiyimim yirtilib ketgan, tamom bo'lgan. Bitta oyoq kiyim olib beringlar desam, ana akangniki kichkina bo'lib qolgan, akangnikini kiygin, akangga yangi olib beramiz deyishdi. Xudoga shukr qilaman, yaxshi ham akam bo'lgan ekan. Agar opam bo'lganda men nima kiyardim hozir? Shotlandlarga o'xshab yubka kiyib yurgan bo'lardim. Olib beringlar desam, olib berishmasdi. Ana akangnikini kiy. Qish, sovuq, kurtkam yo'q. Akam ikkalamizga bitta kurtka. Almashtirib kiyamiz. Dadamdan oldiga bordimda, dada dedim, ikkimizga bir ishton qachon chiqamiz qishdan dedim. Menga ham olib beringlar desam, otalar farzandini tushunadi, umrlari uzoq bo'lsin. Dadam bolalarni o'ylaganlar. Masalan, bolalik paytimiz baliq olib kelsalar uyga, o'zlari kallasini yeb o'tirardilar baliqni. Go'shidan ham yeng dada desam, bolam kallasi shirin bo'ladi-da, o ovqatingni yegin deb aytardilar. Katta bo'lib shu narsani tushunib yetdim. Kallasi shirin emas ekan. Yeb ko'rib bildim. Dadam o'sha payti bolalarimga yetmay qolmasin, bolalarim to'ymay qolmasin deb turib o'zlari kallasini yeb o'tirgan ekanlar. Umrlari uzoq bo'lsin, o'tirishibdi. O'shanda kurtka olib bergansiz, olib bergansiz. Sovqatyapman dada, kurtka olib bering desam, olib beraman bolam dedilar-da. Bozorga borib akamga yangi kurtka olib kelib berdilar. Akamni eskisini men kiydim. Ha, menga ham olib beringlar desam, ana akangniki kichkina bo'lib qolgan, akannikini kiygin. Ana shu gap jonimga tekkanda. Shu gapni rosa ko'p eshitganimdan uydagilarga 27 yoshimgacha uylantiringlar deb ayta olmadim uydagilarga. Bilib bo'lmaydi-da. Akasini kiyimini kiymagan uka, opasini kiyimini kiymagan singil bo'lmasa kerak.
aka ukalarni, opa singillarni o'rtasidagi mehr oqibatan mana shundandir. Nima deysizlar? Ahmad. Shu joyiga 3 ta gul. Biz tasvirga olishyapti-da mana. Tasvirga olishyapti, 3 ta gul kerak shu joyiga endi. Ahmad. Rahmat. Ahmad. Butun berib yubordim-a. Yirtilib ketdi. O, 4 ta bo'lib ketdim. Rahmat. Bemalol qarsak chalib tabriklab qo'ysanglar bo'ladi. Men kecha tug'ilgan kunim edi. Bugun qo'shaloq bayram. Kecha tug'ilgan kunim bo'lgan bo'lsa, inson sifatida tug'ilgan bo'lsam, bugun ijodkor sifatida tug'ilyapman men. Endi bitta savol. Menga necha yosh berasizlar? Qarindoshlar aytmanglar. Necha? 18. Rahmat. Necha? 30 yoshdaman. Lekin meni hech kim 30 yosh deb o'ylamayapti. Hamma meni yosh bola deydi. Tunov kuni taksiga chiqdim. Bo'lgan voqea, taksiga chiqdim. Taksiga chiqsiz endi taksistlarni noliydigan odati bor. Bilmadim endi gaplashib ketaman desa kerak-da. Taksist nolyapti, "Uka, umrim yo'lda o'tib ketdi. 33 yildan beri taksi qilaman." Yo'dim, aytdim, "Aka, 33 yildan beri taksi qilsiz. O'zingiz necha yoshsiz?" desam menga qarab, "57 da. O'zing nechinchi sinfda o'qiysan?" deydi. Nechinchi sinfda o'qiysan deydi. Nechinchi sinfda degani yoqmayapti-da, nechinchi kursda deganda ham alam qilmasdi odamga. Maktabni bitirganimga 14 yil bo'ldi. Maktabda 9 yil o'qigan bo'lsam, har doim birinchi partada o'tirardim. A'lochiligimdan emas, bo'yim pastligidan. Bir kun orqa partaga o'tirgandim, sinf rahbarim Nodir darsga kelmayapti deb minus qilib qo'yibdi. Sinfdoshlarim bo'lardi, katta gavdali bolalar bo'lardi. Birinchi sinfda ham 9-sinfga o'xshardi. Menda teskarisi 9-sinfda ham 1-sinfga o'xshardim. Bir marta alam qilgani 9-sinf paytim bitta 3-sinf boladan kaltak yeganman. Dilimga tugib qo'ygandim, shu boladan qasdimni olaman deb dilimga tugib qo'ygandim. Bir kun yo'limdan chiqib qoldi shu bola. Qasdimni olaman deb yoniga bordim, shuna qaradim. Katta bo'lsam qasdimni olaman, Xudo xolasa dedim. Qasd olish kerak-ku baribir. Endi zo'r tomonlari bor, kichkina ko'rinishli zo'r tomonlari bor. Masalan, 4 yil institutda o'qigan bo'lsam, biror marta avtobusga pul to'lamaganman. Yaxshi tomoni. Endi biz teatralniy institutda o'qiymiz. Hayvonot bog'iga o'qituvchilarimiz jo'natdi. Kursdoshlarim hammasi kattalar oladigan bilet oldi. Men detskiy bilet oldim. Mazza. Lekin yomon tomoni bor ekan. Yomon tomoni kiyim topishga qiynalaman. Razmer yo'q. Kattalarning kiyim do'koniga kiray desam, razmer yo'q. Detskiydan kirib olay desam, uyalyapman-da, g'ururim yo'l qo'ymayapti. Uylanganman, oilaliman, xotinim bilan bozorga bordim. Kalabok degan detskiy do'konda bitta chiroyli oq ko'ylak ko'rib qoldim. Oq ko'ylak turibdi ekan. Xotinimga aytdim, "Jiyanimga deysanmi, ukamga deysanmi? Men shu ko'ylakni olib chiq" dedim. Ko'ylakni olib chiqdi, magazinda orqa tomoniga o'tib kiyib ko'rgandim, lob-loyiq keldi. Mana tegi baby shop deb yozib qo'yibdi. Qiyin, nimaga qiyin? Kichkina ko'rinishim. Xotinim bilan ko'chada yursam, hamma bizni opa-uka deb o'ylayapti. Bozorga bordik, ko'ylak olib bering dedi, mana o'tiribdi o'zi. Ko'ylak olib bering dedi. Endi ko'ylak tanlaydi-yu ayollar. Ko'ylak tanlayapti. Men bu ko'ylak tanlaguncha yonidagi magazindagi bir otaxonni gapiga borki e'tiborim tushdi-da. Otaxon yonidagi magazindan shim olyapti. "Bolam, navaramga bitta shimingdan berchi." Sotuvchi ham aytdi, "Otaxon, navariz necha yosh?" "Bilmadim, bolam, 6-sinfda o'qiydi." Endi otaxon, "Bolalar 6-sinfda o'zgaruvchan bo'ladi. Aniqroq ayting" deydi otaxonam, 6A sinf bolam deydi. Shuna meni ko'rsatib, "Mana boladek bormi?" deydi.
ko'rinishi deydi. Ko'ylak tanlab o'pti. Ko'ylakni tanlabdi. Nech pul dedim sotuvchiga? 550 ming so'm dedi. Qo'liga 600 ming pul berdim. Nimagadir chalg'ib qolibman bilmayman, sotuvchiga aytdim. "Opa, sizdachi bermadingiz-ku?" desam, xotinim ko'rsatib, "Ana opangga berdim" deydi. Men ukasimishman xotinimman. Yaxshi ham 6 yosh kichkinaga uylanganman. Opa-uka deb o'ylayapti. Agar o'zim tengiga uylansam, ona bola deb o'ylaydi, to'g'rimi? Rahmat. Vaqtinglar bormi? Men teri martvolay ozgina. Birinchi chiqishda hayajon endi ozgina bo'ladi baribir. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar, rahmat. Er xotin bozorda yurganmish. Er xotiniga aytdi, "Men tushunmadim, xotin." "Nimani tushunmadingiz?" Ana erkak senga nimaga tikilib qarayapti?" desa xotin ham, "O'zingiz borsang, dadasi, u manekinku" desa, "Tushunmadim, hali sen uni ismini ham bilasanmi?" Kichkina bo'lsa rostdan qiyin ekan. Yaxshi ham uylanganman, lekin qiynalganman uylanishga. Hech kim qizini bermaydi-da. Unisiga kirsak yo'q deydi, bunisiga borsak yo'q deydi. Nimaga? Yosh bolaga beradigan qizim yo'q. Yosh bolaga bermay, qariyaga beradim qizini. Yana uydagilarni talabi bor shu ahvolimga. Nima deydi? Bo'lajak kelin chiroyli bo'lsin, aqlli bo'lsin, o'qimishli bo'lsin. Unaqa iloji yo'q-ku. Unaqa bo'lishi uchun men 3 ta qizga birdan uylanishim kerak. Iloji yo'qda, chiroyli bo'lsa aqlli bo'lmaydi, aqlli bo'lsa chiroyli bo'lmaydi. Chiroyli, aqli bori menga tegmaydi-da. O'zini bilgan. To'g'rimi? To'g'ri. Rahmat, qo'shilib turinglar shu. Ha, rahmat, rahmat. Qiyin. Rostdan ham qiyin. Keyin bitta qiz topdik, ma'qul bo'ldi. Hammaga yoqdi. Hammaga ma'qul bo'ldi, oilasi ham ma'qul bo'ldi, bizning oilaga ham ma'qul bo'ldi. Hozir moda bo'libdi, qaynota bilan kuyov ko'rishishi bo'lajak. Endi chaqirdi, bordik, uchrashgani bordim. Endi holatini aytib berayim. U ham meni yosh bolada o'yladi-da. Menga qarab chuqur xo'rsinib, "Nonni ushog'i ham non bolam, o'tiring" deydi. O'tirdim, qaynotamaga bo'lajak, qaynota nima deydi? "Qizimni yaxshi ko'rasizmi?" deydi. "Bu meni ishim" dedim. "Qizim sizni yaxshi ko'radimi?" dedi. "Bu uni ishi" dedim. "Endi to'y qayerda bo'ladi?" dedi. "Bu sizning ishingiz, dadajon" dedi. Hazilkash bola ekansiz-a? Qizim bitta-yu bitta qizim. Men asrab, avaylab katta qilganman. Qarang, sutga chayilgandek oppoq. Bu qizim quyosh ko'rmagan, kun ko'rmagan qiz dedi. Men aytdim, "Va'da beraman" dedim. "Qizingiz menga turmushga chiqsin, to'ydan keyin ham kun ko'rmaydi" dedim. Shu gapimdan keyin badarg'a bo'ldim. "Boshqa toping" dedi. Ammam mana o'tirishibdi, xursand bo'ldim. "Xafa bo'lib o'tirsam, men senga qiz topdim, jiyan" dedi. "Faqat senga berarmikin" deydi. "Nimaga?" desam, "Hokim ekan dadasi" deydi. "Men bo'lajak qaynotalar bilan gaplashishga o'rganib qolganman. Boraman o'zim" dedim. Borsam rostdan hokim ekan. Menga qarab, nima deydi? "Keling" deydi, "o'tiring" deydi. Men aytdim, "Sizni oldingizga meni muhabbat yetaklab keldi. Men qizingizni yaxshi ko'raman. Sizni mansabingiz, moli dunyoyingiz keyingi darajada turadi. Men qizingizni sevaman, qizingizga uylanmoqchiman" desam, hokim aytdi, "Baraka top bolam. Sendek mard yigitlar ko'paysin. Rahmat senga. Faqat meni 4 ta qizim bor. Qaysi biriga uylanmoqchisan?" dedi. "Farqi yo'q, berganingizni olaveraman" dedim. Uyam yo'q bo'ldi. Rasvo bo'ldi. Yo'q, kelin topolmayapman-da. O'zim gapiray desam, gapirish qo'limdan kelmaydi. Sahnada zo'r gapiraman. Qizlarning oldiga borsam mak bo'lib qolaman-da. O'rtog'im Shustri, qizlar bilan tanishishdi, qoyillatadi. O'rgatdi menga. Borasan, ismini o'zidan qalpoq qilib qo'ysang bo'ladi. Qizni oldiga borasan, "Ismingiz nima deysan?" Qiz aytadi, "Shirinman" desa, "Farhodman" deysan. "Layliman" desa, "Majnunman" deysan. "Zuhroman" desa, "Tohirizman" deysan. O'rganib oldim. Na ketasan, parkdan bitta chiroyli qiz kelib qoldi. Oldiga borib, "Yaxshi qiz, ismingiz nima?" desam, qizim "Ibodat" dedi. Nima deyishni bilmay shoshib qolib, "Meniki tahorat" dedim. Restoranga joy
aytib qo'yganman, bugun kechqurun ko'rishsak bo'ladimi desam, vaqtim yo'q-da deydi. Nimaga desam, bugun erimni tug'ilgan kuni edi, bolalarni bog'chadan olishim kerak deydi. Bolali odamga gap otib qo'yibman, bo'lmadi. Keyin bordim, o'rtoq, men ham uylanay, qiz topishim kerak desam, sovchilar degan Telegram kanaliga kir dedi. Hamma ersiragan, xotinsiraganlar o'sha yerda dedi. Kirdim sovchilar gruppasiga. O'zi haqida ma'lumot berib, rasmlar qo'yib qo'ygan. Turmushga chiqaman, uylanaman. Telefon berib turing. Mabodo kelin tanlayotganlar bo'lsa, tanlashinglar mumkin. Bemalol men sizlarga o'qib beraman. Birinchi nomzod turmushga chiqaman debdi. Eshitinglar. Yoshim 32 da. O'zbekning chiroyli ayollaridan biriman. Osh damlash, manti pishirish, qo'lda lag'mon cho'zish, xamir yoyib sho'rva osish, uy yig'ishtirib kir yuvish, ovqat pishirib pol yuvishni biladigan erkak izlayapman debdi. Bunisi ham zo'r ekan. Boshpanasi bor ayol kerak, sababi o'zimning boshpanam yo'q. O'sha ayolning uyida ichkuyov bo'lib turishga tayyorman. Lekin yolg'iz emasman. O'zim bilan birga akam, ukam, singlim, otam, onam, bolam, xotinim ham bor. Iltimos yordam qilinglar. Bunisi dahshat ekan. Yoshlik davrimni xursandchilikda o'tkazadigan mard, jasur, vafodor erkak izlayapman. Sababi yosh paytimda o'ynab kulib qolishni xohlayman. Yosh umrimni muhabbatga to'la, chiroyli xotiralar bilan o'tkazadigan erkak bo'lsa, turmushga chiqaman. Bizga hech kim halal bermaydi. Qizim o'qishda, o'g'lim chetda, navaram armiyada debdi. Zo'r ekan. Turmushga chiqaman. Bir marta ham uylanmagan erkakka 4-marta turmushga chiqaman. Iltimos chollar bezovta qilmasin. Yana bitta zo'ri bor ekan. Ichmaydigan, chekmaydigan, yurmaydigan erkak bo'lsa, menga uylansin. Va'da beraman, men ham tashayman debdi. Bunisi zo'r ekan. Sog'lom, ishtahasi yaxshi, yuvosh, yomon odatlari yo'q. 2 ta bolasi bor, 8 litr sut beradi. Uzr, mol bozor degan gruppaga o'tib ketibman men hozir. Almashtiraman. Bitta 40 yosh xotinimni 2 ta 20 yoshlisiga almashtiraman. Mana o'zi zo'r ekan mana. Yoshim 35 da, kelishgan chiroyli ayolman, kasbim psixolog. Oyiga $5000 pul topaman, shahar markazida 2 qavat uyim, ishim, mashinam, pulim bor. Menga hamma narsa yetarli, nimaga kerak o'zi debdi. Yana bitta zo'ri bor. Bir folbinning oldiga borgan edim. Folbin 5 yil o'tib farzandli bo'lasan, turmushga chiqasan degandi. Folbinning gapi haq ekan. Oradan 5 yil o'tdi, farzandli bo'ldim, endi turmushga chiqmoqchiman. Rahmat. Shuni o'qib o'tirsam, uyga tog'am keldi. Sen telefon o'ynab o'tiraver bola. Sen telefon o'ynab o'tiraver. Onang o'zi ovqat qilsin, o'zi kir yuvsin, o'zi uy tozalasin, uylanmasan dedi. Tog'a, Telegramdan kelin qidiryapman, topsam uylanaman desam, tog'am aytdi: "O bola, Telegramdan ham kelin topadimi odam? Telegramdan topgan kelining senga xotinlik qilmaydi" dedi. Men aytdim: "Tog'a, o'zingiz qanaqa uylangansiz kenayimga?" desam, tog'am aytdi: "Bizniki zo'r bo'lgan, romantika bo'lgan" deydi. "Qanaqa bo'lgan?" desam, "Men kenayini qimorda yutib olganman" deydi. Salomat bo'linglar. Rahmat. O'g'linglar kuyov bo'lsin, qizinglar kelin bo'lsin, xonadoninglarda to'y bo'lganda borib xizmat qilish bizga nasib qilsin. Rahmat. Rahmat. Ofarin, Tasanno, Nodir qizi. Olqishlab qo'yamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Birinchi marta katta sahnaga chiqishi oson ish emas. Shuncha odam ushlab turish, shuncha odam yuziga tabassum ulashish, bu juda ham katta baxt. Men sizni tabriklayman. Bugun mana shu sahnaga yig'ilgan, davraga yig'ilgan mehmonlarimizning qalbi toza, yuragi toza, stress issiq odamlar. Ularga ham alohida rahmat aytamiz. Qo'llab-quvvatlab, yordam berib turganlar uchun. Bu xudo xolasa boshlanishi. Bugun chalayotgan qarsaginglar, kulayotgan kulginglar hammasi avans. Xudo xolasa hali buni Nodir qiziq oqlaydi. Bitta guldiroz qarsak chalib qo'ysanglar. Rahmat. 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 Salomat bo'ling, rahmat. Rahmat, juda zo'r konsert bo'lyapti. Hammanglarga rahmat. Endi bitta narsa so'ramoqchiman. Krediti borlar bormi? Bitta qarsak chalib beringlar. Kredit yo'qlar bormi deb so'rasam bo'lar ekan o'zi. Hammada bormi? Endi kim nima olgan kreditga? Kimdir mashina olgan,
Kimdir uy olgan, to'g'rimi? Meni bitta jinni o'rtog'im kreditga xotin oldi. Endi uy olgan odam, endi kredit olgan biladi. Uy olsanglar, agar pulini vaqtida to'lamasanglar, bank uyini qaytarib oladi, to'g'rimi? Mashina olsangiz ham agar vaqtida to'la olmasangiz, mashinani bank olib qo'yadi, to'g'rimi? Agar o'rtog'im kreditni vaqtida to'la olmay qolsa, xotinni olib qo'yadimi? Kreditga uylandi. Men ham uylanganman. 2 yil bo'ldi, lekin naqdga uylandim. Qiyin ekan lekin oilada. Rosa qiyin ekan. Xotinim meni sehrgar deb o'ylaydimi bilmayman, yo biron bir bankning direktori deb o'ylaydimi? Uni olib bering, buni olib bering deyoradi-da. Bir kun nima deydi? Bu yil menga 8-martga nima sovg'a qilasiz deb turib 20-yanvar kuni so'rayapti. Men aytdim, o'zing 14-yanvarda menga nima sovg'a qilding desam, 14-yanvar qanaqa bayram edi? Qanaqa bayramligini ham bilmayapti-da. Vatan himoyachilar kuni edi-ku desam, armiyaga bormagansiz-ku. Borganman-u 1 oylikka. To'g'risini ayting. Men shu 1 oylik armiyada kalta yeganmisiz, yo'qmi deydi. To'g'risini aytaman, ishoninglar, mana shu gavdamga 1 oylik armiyada ataga 1 kun kaltak yedim. 1 kun. Qolgan 29 kun sanchasida yotdim licheniyada. Bu yil menga 8-martga nima sovg'a qilasiz dedi. Men bu yil senga 8-martga o'zimni sovg'a qilaman desam, boshqa qimmatroq sovg'angiz yo'qmi deydi. Bo'pti, o'zing tanla dedim. Nima olib beray? Bitta katta narsa olib beraymi yo ko'proq mayda narsa olib beraymi desam, mayda bo'lsa ham ko'proq olib bering dedi. 8-martga xotinimga 1,5 kilo semichka olib berdim. Namuncha ziqnasiz deydi. Semichkani shunda stol ustiga to'kuvdi, ichidan tilla uzuk chiqdi. Buningiz kam bo'lmaydi, yoniga nimadir olib berasiz, ko'ylak olib bering deydi. Bozorga bordik. Ahmoq erkak xotini bilan bozorga borar ekan. 6 soat bozor aylandik, hali bitta paypoq ham olganimiz yo'q. Unisini kiyadi, bunisini ichadi. Uni kiyadi, buni ichadi. Unisini kiyib ko'radi, bunisini. Sotuvchi xola yosh katta odam ekanda, "Nodir qiziq, mana uni ham bitta kiyib ko'rsinchi." To'g'ri kelmaydi. Keyin podvalga tushib ketadi, olib chiqadi. Mana uni ham bitta kiyib ko'rsinchi. Qiynalib ketyapti. Agar hech narsa olmasak ham, mana shu ayolga $50 pul beraman dedim. Yo'q, bitta ko'ylak ma'qul bo'ldi. Sotuvchiga qarab, "Onaxon, mana shu ko'ylagingiz nech pul turadi?" desam, xola ham nima dedi? "Bolam, bir so'm puli kerak emas. Kelib ketaversin. Puli kerak emas. Kelib ketaversin." "Onaxon, qiynab qo'ydik sizni, uzr. Aytgan pulingizni beraman. Nech pul desam, bir so'm pul kerak emas. Kelib ketaversin bolam. Kiyib ketaversin." "Nimaga?" desam, "O'lsin, xotiningiz o'zi kiyib kelgan ko'ylak, kiyib ketaversin." Shunaqa ham bo'ladi-da. Ahmoq o'zini tentak qizini maqtaydi dedim, shunaqa gap bormi? Meni o'rtoqlarim bor, endi yangi uylanganda ulpachilikda choyxonaga borsak, xotinini maqtaydi. Bitta o'rtog'im xotinini maqtayapti. Meni xotinim zo'r, qo'l oyog'i chaqqon. Uylarni shunaqa tozalaydi, qachon tozalaganini, qanday tozalaganini bilmay qolaman dedi. Yana bitta o'rtog'im aytdi, "Meni ham xotinim zo'r, kiyimlarim yirtilib qolsa yamoq qo'yadi, tikadi, tikkani bilinmaydi." Mana qara, bilinyaptimi deb ko'rsatyapti menga. Men aytdim, "Meni ham xotinim zo'r" dedim. "Kirlarimni shunaqa yuvadi, yuvgani bilinmaydi" dedim. Mana yoqasini ko'r, bilinyaptimi? Baraka topgur, ko'ylak yuvasan, yoqasini yaxshilab yuv desam, siz ko'ylakni yoqasini yuvdirguncha bir haftada bir bo'yningizni ham yuvib turing deydi. Shukr qilmaysizmi shuncha kiyimlaringizni tayyorlab, dazmollab yuvib bersam? Rahmat senga, boringga shukr. Mana shu kiyimlarimni oda, borib mashinamga solib qo'y. Tadbirga ketaman desam, nima mashinamga? Biz bir oilamiz. Mashinamizga bo'ladi. Qara, bolang yig'layapti desam, bolamizga bo'ladi. Telefonim jiringlayapti, qarab oling desam, onang telefon qilyapti dedim. Onamizga deng, baraka topkir, men sizni ota-onangiz, ota-onam deb o'tiribmanmi? Onamizga bo'ladi. To'yga ketyapman, shkafni oldida kiyim qidiryapman. Nima qilyapsiz yarim soatdan beri? Shimimizni qidiryapman dedim.
Janjal. Akalar, janjal. Uylanganmiz? Uylanmaganmiz. Katta farzandsiz-ku, havasim keldi lekin. Uylanmaganmiz. Qiyin ekan uylanish, janjal. Ana bitta maqol bor, agar davom ettira olmay qolsam yordam berasizlar. Onasini ko'rib qizini oldiydimi? Shu gap rost ekan. Onasini ko'rib qizini olmagan odam qizini olgandan keyin onasini ko'rar ekan. Janjalda to'yga boramiz, xizmat qilamiz, endi to'ylarda yuramiz-ku. Dasturxonga narsa qo'ysa yeymizmi? Bir kun ovqatlanib keldim, qornim to'q. Uyga kelsam ovqatlanasizmi? Qornim to'q edi desam, ha, ko'chadagilar to'ydirib yubordimi? Gapni qarang. Ertasi kuni to'yga bordim. Dasturxon ustida hamma narsa bor. Somsa, shashlik, tabaka, jiz, birinchi ovqat, ikkinchi ovqat, hech narsa yemadim. Uyga kelib, qornim och, ovqating bormi desam, ha, urushib qoldinglarmi? Ovqat qilmabdimi? Janjalda janjal turgan bitgani janjal, lekin hozir janjal qilmay qo'ydi. Nima sabab? 7 oy oldin biz farzandli bo'ldik. Janjal yo'q. U hozir bola bilan band, men bilan urushga vaqti bo'lmayapti. Agar bola katta bo'lib janjalda hidini sezib qolsam, sirazi ikkinchi bolaga harakat qilib qo'yaman, o'zi bilan o'zi bo'lib yuraver. Janjal, g'urbat deydi. Hozir mana shu yerda onaxonlar o'tirgandir balkim, onaxonlar, yoshi kattalar. Sizlarga bitta savolim bor-da. Kelin uyiga ota-onasini ko'rgani necha kunda bir borish kerak? Kim aytadi? Necha kunda? Ha? 15 kunda? Kim yana necha kunda jo'natadi? Bir hafta? Qo'shningizmi keliniz? Qo'shningiz Qo'shningiz emasmi? Bandan zo'r so'raydi-da, hammani kelini onamni ko'rib kelsam maylimi deydi-ya. Men xotinim dadamni ko'rib kelsam maylimi deb so'raydi. Onangni ko'rmaysanmi desam, siz bilan yashab onamni ko'ryapman, yetadi deydi. Bir kun bolali bo'ldik dedim-ku. Bolali bo'lgandan keyin ayollar kuchli bo'lib qolar ekan, qo'rqmas bo'lib qolar ekan, hech narsadan qo'rqmas ekan, hech narsadan. Oldin bolali bo'lishdan oldin bitta suvarakdan ham qo'rqardi. Suvarak bo'lsa 1 kilometr uzoqdan yurib sekin, "Mana uni o'ldirib bering" deb aytardi-da. Hozir bolali bo'lganmiz, ishoninglar, ilondan ham qo'rqmaydi, chayondan ham qo'rqmayapti, hattoki mendan ham qo'rqmayapti. Bir kun borsam, "Qayerda yuribsiz?" deydi. "Ha, ko'chada edim, tinchlikmi?" desam, "Chayon chaqib oldi" deydi. "Hech narsa qilmadimi?" desam, "Yo'q" deydi. "Chayongachi?" dedim. "Chayon o'ldi" deydi. "Zaharlanibmi?" dedim. "Supurgi bilan urib o'ldirdim, hazilingiz qursin sizni" deydi. "Bekor shoshibsan" dedim. "Urmasang ham o'lardi" dedim, mana shu dedim. Yomonlayapti deb o'ylamanglar, mehribon lekin. Mehribon. Boshim og'risa massaj qilib qo'yadi. Haligi ko'p tarmoqli tibbiyot texnikumida o'qigan. Bir kun boshim og'riganda massaj qilib qo'ydi. Yengil bo'lib qoldim. Boshim og'riganlar esimdan chiqib ketdi-da. "Qo'ling dard ko'rmasin, yaxshi bo'lib qoldim" desam, savolini qarang. "Menga uylanmasingizdan oldin boshingiz og'risa kim massaj qilib qo'yardi?" Men aytdim, "Senga uylanmasimdan oldin meni boshim og'rimasdi." Uylangandan keyin og'riydigan bo'lib qoldi. Yomonlayapti demanglar, men yaxshi ko'raman to'g'risi. Bitta qarsak bo'lsin. Yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Lekin mendan ham ko'ra ko'proq buni itimiz hurmat qiladi. Uylanmasimdan oldin ozib to'zib yurardi-da itimiz. Uylangandan keyin semirib qoldi. Xotinim ovqat pishirsa, itimiz xursand bo'ladi, dumi likkillab. Bar o'zi yeydi-da o'sha. Bir kun onam aytdilar, "Kelin, shirin qilyapsiz ovqatni. Faqat 2 dona lavlovrisdan sovoring, yana ham shirin bo'ladi" dedi. "Solmayman oyijon" dedi. "Nimaga?" degandilar. "Solganim bilan baribir hech kim yemayapti-yu" dedi. Haqiqatda oilada bo'lgan voqealar mana shular. Bir kun onamdan so'radi, "Onajon, nima ovqat qilay?" dedi. Onam aytdilar, "Osh qiling kelin" degandilar. Suvni ko'proq sovargan ekan, shovla bo'lib qoldi osh. Ertasi kuni yana onamdan so'radi, "Oyijon, nima ovqat qilay?" deganda, "Bugun dimlama qiling kelin" degandilar. Uni ham suvini ko'proq sovargan ekan, sho'rva bo'lib qoldi. 3-kuni kelib, "Nima ovqat qilay?" dedi. Onam ham gap ko'rsatdilar, "Kelin, siz ovqat qilavering, nomini pishgandan keyin qo'yamiz" dedilar.
Ayollar bor uchun quyosh nur sochar, ayollar bor uchun gul g'uncha ochar, ayollar bor uchun go'zaldir bashar, ayollar bor uchun erkaklar yashar deydi. Salomat bo'ling. Rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Endi bizni tirikchiligimiz asosan to'ydan. Endi to'yda davra olib boramiz. Davra olib boradigan odamni bizni tomonda boshlovchi deydi. Buxoroda rais deydi. Ana Toshkentda vodiyda o'rtakash deydi. Xuddi pastkash deganda eshitiladi odamga. To'y olib boramiz. To'yda eng jahlimni chiqaradigan narsa, yoqmaydigan narsa bu. Maza qilib gapirib tursiz, qiziqchilik qilib tursiz, birov oldingizga kelib, aka 719 mashinani chetroq olib qo'ysin, aytib yuboring, iltimos deydi. O'sha narsa yoqmaydi. Aka 412 Matiz chetroq olib qo'ysin, aytib yuboring. Bir kun dahshat bo'ldi, to'y olib boryapman. Qiziqchilik qilyapman, qistir bo'ldi. Hopis ko'rib turib, aka men 10 ta sozanda olib kelganman. Pulini berish kerak bilan. Nima qilay, pul beraymi aka desam, yo'q, onalarni o'ynatib bering dedi. Ona o'ynasa pul tushadi, bilasizlarmi? Endi men onalarni chaqirishim kerak. Onalarni ulug'lab, chiroyli qilib chaqirish kerak-ku, monologlar aytib. Musiqa ketyapti. Zo'r. Men boshladim. Qalbimizda ungan abadiy ko'klam bizga dono ona yorligidandir. Balki bu dunyoning go'zalligi ham dunyoda onalar borligidandir. Maza qilib eshityapti hamma. Pashsha uchgani bilinyapti. Men davom etdim. Onajon, yaralding bizni yaratmoq uchun, tonglarni bidor ottirmoq uchun yaralgansan o'zing, onajon desam, mana shu quloqim oldida bitta lab turibdi-da. Aka desam, aka 701 mashinani chetroq olib qo'ysan, aytib yuboring deydi-yu. Ona haqida gap ketyapti-da, mashina sig'adimi shu joyga? Aka, xalat qilyapsiz, nariroq borib turing, men onalarni o'tkazib yuborib beraman. Aytaman, e'lon qilaman. Boshingga yoqsa gar g'avg'o-yu tashvish, hatto sevgan yoring ham tashlab ketarmish. Mard do'stlaring ortingdan tarqatsa mishmish, sani uchun yig'lagan mayus u xomush, ana o'sha sani onang bo'larmish. Aka 701 da eslatib yuboring, iltimos. Yiyamga uryapti-da. Aka, sal nariroq borib turing. Aytaman, e'lon qilaman, onalarni o'tkazib yuboray, navbatini o'tsin, aytaman. Ota-ona keksaygach negadir farzandga emas suyanadilar yog'och yoki temir hassaga. Nega? Biz farzandlar oqibat qila olmaymizmi? Negaligini so'rab nima qilamiz? Biz ham bir kun ota yoki ona bo'lamiz. Ularga qiyin ekanin ular yoshiga yetsak bilamiz. Aka, jiddiyroq ayting, olmayapti. Jonga tegib ketdi-da. Jonimga tegib ketdi. Hadis-u sharifda nurli kalom bor. Onangga yaxshilik qil avvalambor. Takror va takror onangga 701 dedi. Onangni qadrini bilgin. Onajon. Aka, aytib yuboring, iltimos, jonga ham tegdiz aka. Qanaqa mashina desam, Spark dedi. Keyin kallam ko'rdi. Ana mashina o'zimning mashinam. Sekin onalarni o'ynatib bordim, san'atkorlarga navbat berdimda, ana akaga aytdim. Aka, yuring o'zim olib qo'yaman desam, qanaqa qilib deydi. Egasi ichib qotib qopti ichkarida. Kalitini menga berdi, ukajon chetroq olib qo'y deb dedim. To'y chiroyli bo'ldi, faizli bo'ldi, tugadi. Mashinani minib Stayankadan chiqib ketayotsan, boyaga odam Stayankani qorovuli ekan. Uzoqdan menga mana qilib turibdi-da. Iplos deyapti-da ichida. Odam emas ekansan, o'zingniki ekan-u. Nega aytmading deyapti-da. Oldiga borsam, hozir nima desa ham uzr aka deymanda chiqib ketaman dedim. Shunda mashinani to'xtatib oldiga borib, "Ha aka" desam, ana odam, "Ha aka, sizlarga qiyin ekan" deydi. "Nimaga?" desam, "Ana odam mashinasini uygacha olib borib beryapsizmi" deydi. Hayotiy voqealar. Salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Bugun mana chiroyli konsert bo'lyapti, faizli konsert bo'lyapti. Endi biz yosh san'atkormiz. Yosh san'atkor bu nihol degani. Niholni chiroyli qilib ko'kartirish uchun albatta bitta bog'bon kerak, to'g'rimi? Meni bog'bonim
Suyangan tog'im ustozim. Bitta chiroyli qarsakiylar bilan Avaz Oxunni davraga taklif qilamiz. Marhamat. Rahmat, assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum, aziz otalar, onalar, aka ukalar, opa singillar. Bugun mana shu ajoyib konsert dasturida sizlarni ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ko'rib turganimizdan xursandmiz. Nodirjon. Yo, omad tilamoqchi edim birozda. Bo'pti, ketaver. Keyin gaplashamiz, bo'pti. Boraman hozir. Ana, olib chiq. Olib chiq. Mana olib chiqadi. Hozir. Hozir ustoz. Yana ustozingiz bormi? Ha? Yana ustoz bormi olib chiqadigan? Yo'q. Yo'q. Orqaroq balkon. bo'ladi. Xo'p. Olib chiqinglar. Qani bitta. Ashet bo'ladimi? Bo'ladi. Ko'rinmayaptimi? Endi opa yotib ko'rmaydi-da konsertda. O'tirib ko'rsanglar ko'rinadi-yu. O'zi u yerda joy bormi o'zi? Ya, Chopon, rahmat. Qarsak bo'lsin. Rahmat. Voy, gap yo'q. Nodirjon, tanidim. Ko'p bo'lsa kam o'rnida ko'rasiz. Tanidim. Qatdan tanidingiz? Bu bilaman bu Choponni, bu. Ha. To'yingizda o'zim yopganman-ku ustingizga buni. Qayerdan bildingiz? Mana bitta belgisi bor mana. Bu tomoniga qarang, yirtiq joyi ham bor bitta ustoz. Mana. Ichi choykadan. Mana bu yerda yirtiq joyi bor. Sezingizmi? Yirtibsiz-da. Yirtganim yo'q. 2021-yil konsert qildingiz-ku. Ha. Ota-onamni chaqirdingiz, birinchi qatorga kelib o'tirishdi. Ha. O'sha konsertda onam gul berdilar, dadam chiqib chopon kiydirdilar, esingizdami? Ha. O'sha mana shu chopon. Yo, bilaman u cho'ponligini. Bu cho'pon bilasizmi? Uni oldin qaytdan? Qayerdan? Ha, akangiz uylanganda haligi, yo'q, akangiz uylanganda emas, dadingiz haj umra safaridan kelganda aeroportda birga kutib olgan. Ana shunda yopganman-ku, shu cho'pon-ku mana. Lekin bor-ku, xotiringizga qo'ying. Dadingizni yelkasiga tashab qo'ygan. Xotiringizga qo'ying ustoz. 2 soatlik konsert esingizda qoladi-yu, mana shu esingizda qolmabdi-da. Qizli familiyam Xotirayev. Esingizda yo'qmi? Eslataymi? Eslating. Shu tug'ilgan kuningiz bo'ldi, Yunusobodda, kafeda. Ha, kafeda hamma o'rtoqlaringiz bo'ldi, qarindoshlaringiz bordi. O'shanda men ham boruvdim. Ha. O'shanda bitta chopon kiydirdim, esingizdami? O'sha mana shu chopon. Babi eslay olmayapsiz-a? Yo'q. Babi eslay olmayapsiz. Ha. Akangiz uylanganda qudasi osh berdimi? Berdi. Ana shu qudaga borib, dadingizni qudasiga kiydirib kelganman mana chopon. Ukajonim, men o'zimni to'nimni o'zim taniyman-ku. Yaxshilab eslataymi? Ha, qaytarib beraman. Mana olay choponni. Boray. Rahmat. Chopon uchun rahmat. Salomat bo'ling, Nodirjon. Qarsak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Rahmat. Endi juda chiroyli konsert bo'lyapti, ko'z tegmasi. Mana chiroyli qo'shiqlar bo'ldi, ha? Keyingi paytda qo'shiqlarni eshityapsizlarmi? Qancha bachkana bo'lsa, shuncha mashhur bo'lib ketyapti. E'tibor beryapsizlarmi? Hozirgi ashulachilar ma'no bilan urushib qolgan. Shoir bilan yuz ko'rmas bo'lib ketgan. O'ziga o'zi yozib olyapti. Ma'no yo'q-da, nimaga kitob o'qimayapti-da? Hech kim kitob o'qimayapti. Navoiyni tanimas ekan bittasi. Ashulachi Navoiyni tanimaydimi? Telefon qilishibdi. Hazrat Mir Alisher Navoiy bobomizni tug'ilgan kunlari, tavallud topgan kunlari bo'lyapti. Ikkita ashula aytib keting debdi. Shoirlar, olimlar yig'ilgan debdi. Desa u ham borib mikrofonda assalomu alaykum, Alisher akamiz tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Alisher aka tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Keyin bilan qo'shiq qaring. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun. Keyin nega bo'laman endi? Hazrat Navoiyni tanib. Hazrat Navoiy uylanmaganlar. Guli u tasavvurdagi qahramon. Nima uchun uylanmaganlar Hazrat Navoiy bobomiz? Chunki Allohga bo'lgan muhabbatini, ishqini bandasi bilan bo'lishkisi kelmaganlar. Shunaqangi ulug' inson bo'lganlar bobomiz. Tanimaydi, o'qimaydi, bilmaydi. Instagram, Telegram 50 gram, 100 gram. Ashula hit, to'g'rimi? Ashula. Endi masalan, oldin san'atkorlarimiz bo'lgan, mana Shuhrat Qayumov degan ajoyib san'atkorimiz, Alloh rahmat qilsin. Zo'r qo'shiqlari bor. Rosa yaxshi ko'raman haligi ona haqida. G'animatim, omonatim, onajon. G'animatim, omonatim,
onajon, g'animatim, omonatim, onajon. Yuraklar oqib eshitardi edi. Shuhrat aka Alloh rahmat qilsin. Zo'r jurnalist edi, zo'r lirik xonanda edi-da. Televideniyega chiqqanda ham kostyum kiyib, ko'ylak kiyib, chiroyli bo'lib chiqardi Shuhrat aka. Hozirgi televideniyega chiqayotgan boshlovchilarni qaranglar. Assalomu alaykum. Ko'rsatuvlarimizni boshlaymiz. Uyda yotgan kiyimini kiyib kelgan. Ajoyib dastur, uxlamaysizmi? Sheva bo'lib yotibdi hamma joy. Ha, Shuhrat akalar qanaqa edi? Chiroyli kiyinib chiqardi, oppoq kiyimlar kiyib. Bir qishloqqa borishibdi-da, bir fermer birinchi bo'lib paxta planini to'ldirgan ekan. Shuhrat aka intervyu olish kerak ekan fermerdan. Endi kameralar turibdi, O'zbekiston telekanali hamma intervyu olyapti. Shuhrat aka mikrofonni olib fermer bilan suhbat qilayotganmish. Albatta, paxta planini birinchi bo'lib to'ldiribsiz. Avvalambor muvaffaqiyatlar bilan tabriklaymiz deb mikrofon tutsa, fermer ham rahmat debdi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q. Shuhrat aka yana suhbat davom ettirib, endi birinchi bo'lib paxta plan to'ldirish oson bo'lmagan bo'lsa kerak. Bu uchun erta bahordan yerga yaxshi niyat bilan urug' qidirgansiz, mehnat qilgansiz, ha? Deb mikrofon tutsa, qilganmiz debdi. U yog'i yo'qmish-da. Gap davom etish kerak-ku. Pauza bo'lib qolsin deb Shuhrat aka bechara ham endi albatta mehnat qilgan inson shunga yarasha daromad qiladi. Daromad ham shunga yarasha bo'lgan bo'lsa kerak. Desa, bo'ldi debdi. U yog'i yo'qmish-da. Yana Shuhrat aka pauza bo'lib qolmasin, televideniya qarab turibdi endi. Endi mana shu daromadlarga, farzandlarga, nabiralarga bir chiroyli to'ylar qilish niyati bo'lsa kerak, desa, bor debdi. Endi albatta bir marta g'olib bo'lgan odam yana g'olib bo'lgisi keladi albatta. Asabiylashib ketganmiz Shuhrat aka. Keyingi yilga yana bir mehnat qilib, marrani bermasdan yana paxta planlarini birinchi bo'lib to'ldirsangiz kerak. To'ldiramiz debdi. Siz Shuhrat aka ham aka debdi. Siz fermermi, menmi fermer bu yerda debdi. Sal gapiring desa, gapiramiz debdi. Rais ham turgan ekan. "O rais bu" debdi. "Boshqa odam yo'qmi?" debdi. "Shu odamda boshqa odam yo'qmi?" Rais ham endi Shuhratjon, eng ko'p gapiradiganimiz mana shu debdi. Qo'shig'i zo'r edi. Men Shuhrat Qayumovning shogirdi, meni ukam bo'ladi. Men bilan birga to'ylarga boradi. To'ylarga borsak, men monologlar aytaman, qasidalar aytaman. U chiqib shu g'animatim onajonim degan qo'shiqni aytadi. Men chiqib onalarni yig'lashga tayyorlab beraman. Qasidalar aytib, muzikalar qo'yib, ona, bizga bedor bo'lib turlari aytgan allalaring uchun, bizni dunyoga keltirganing uchun rahmat senga. Ona. Onalar ham zo'rg'a turadi-da. O'sha payt Oybek degan yigitda navbat berib yuborsam, chiqib g'animatim desa, qo'yib yuboradi. O'zi bizni ayollarga odat bo'lib qolgan konsertda yig'lash. Buni san'atkorlar yig'latirib o'rgatib qo'ydi-da bularni. Mana shu Ozod akam boshlab berdi-da. O'rtasida aniq ona haqida ashula bo'ladi, hamma yig'laydi. Programma bir xil. Mana shu ona haqida ashula boshlansa, xotinlar ham sezadi. Boshlandi. Nasibaxon yig'laymiz, davay. Davay, boshlandi. Voy, oldin aytsin desa, voy yig'laveraylik, kamera ketib qoladi. Hozir mana kamera oladi, mana Gold Vision syomka qilyapti mana yig'laganimizni. Men ertagacha mana televizorga qo'yadi keyin. Voy, men hamma konsertda yig'laganman, ko'rganmisiz meni? Men rosa haligi yig'laq xotin hamma taniydi meni. Voy, to'ylarga borsam to'rga o'tkazib qo'yishadi meni. Boshladik. Ona haqida ashula aytdi, san'atkorlarimiz rahmat, ona haqida ashula aytyapti. Salomat bo'lsin. Lekin bironta mard san'atkor qaynona haqida ashula aytgan yo'q. Men qaynona odam emasman. Bilib qo'ying, sizning qaynonangiz ham kim uchundir ona, sizning onangiz ham kim uchundir qaynona. Mana yaqinda Botir Qodirov bilan konsert qo'ydik. Bir hafta. Men ham chiqdim konsertda. Bir hafta yig'latdi hammani. Yuzlari yorug' oyligim, mening yo'qotgan boyligim, g'animatim chiroyligim, onam. Desa butun zalda ona hollab. 86 ga kirgan kampirlarim men. Ha, buva desam, onam o'tib ketdilar mana. Ha, bu o'zingiz o'tadigan bo'lib turibsiz-ku. 86 ga kirsa ham ona yuravermaydi-ku endi. Hamma narsa suroga bor.
Bir marta qaynona haqida. Ha, Botir Qodirov bitta shuni sal o'zgartirib aytsa-da, asakasi ketadimi? Ha, qaynonaga moslashtirib masalanda. Yuzlari yorug' oyligim, kegirroq topgan boyligim. Qizlari ham chiroyligim, qaynonam. O qaynonam deganda qaynonasi bor-ku, qaynonalar mard bo'ladi. Sarpo qilib bitta issiq ovqat qilib kelardi. Ha, qaynona odam emasmi? Ana xolani gapidan qo'rqib qoldim. Ko'rinyapmish qilib. Ko'rinyapmi, opa? Gapiryapman hayolim sizda ya. Pastga tushib oling. Ko'rinyapmi? Uxlab qoldimi? Yo'q-a. Yaxshimi? Ha. Men shunday gapiryapman, ko'zlarim qamashib ketdi. 22 ta projektor tushib turibdi ko'zimga. Lekin sizni hurmatingiz bor, opa. Lekin sizni ko'rayotganim yo'q. Meni ko'rayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Sog' bo'ling. Boshim aylanib ketdi. Xullas, Oybek bilan to'yga bordik. Endi to'yga borsak, men onalarni yig'lashga tayyorlab beraman. Oybek chiqib ashula aytadi, keyin zo'r pul tushadi, bu Nodir aytgandek. Men aytdim, Oybek sen tayyor bo'lib tur dedim. Men dedim, hozir onalarning operatsiya haliga monologini aytaman dedim, keyin senga navbat berib yuboraman dedi. 1000 kishilik davra. Hovlida bo'lyapti to'y. Men chiqib monologlar aytib, qasidalar aytib, bitta enasi bor ekan, olib chiqib o'tirgizib, enani ham tayyor qilib qo'ydim-da. Paytma Oybekka qarasam, Oybek aytmayman, qayting gapdi. Aytdim, disket qolib ketganmi deyman, fonogrammas. Ha desam, aytmayman, qayting. Shuncha mehnat qilib ketdi endi, zo'r pul tushadigan joy edi. Mikrofonni o'rtakashga berdim-da, shunday borib, ha desam, aytmayman deydi. Nimaga desam, ha sonra onalar ayollar o'tirgan stolga qarang dedi. Shuni ayollar o'tirgan stolga qarasam, stol ustida aroq ham bor, konyak ham bor. Vino ham bor. Ichib o'tirishibdi xotinlar. Ha desam, aroq ichgan xotinlarga ona haqida shuni aytaman aka dedi. Men aytdim, qaytanga tezroq yig'laydi-ku dedim, yaxshi emasmi dedim. Aytolmaysan, senga nima farqi bor dedim. Sen qo'ying aka dedi. Ustozimning qo'shig'ida dedi aka dedi. U qo'shiqning orasida hokipoyingizni ko'zimga suraydigan joylari bor aka dedi. U onaxonni qarang, hokipoyda bo'sh butilka turibdi aka dedi. Rostalab ichib o'tirishibdi. To'ydagi aytdi, keyingi davraga chiqqanda dedi, yurib gapiring, odamlar ichiga kirib gapiring dedi. Haqiqatda keyingi davrada ayollar tomonga yurib sekin o'tsam, xotinlar bir ikkitasi kayf bo'lib qolgan. Voy, ayollar kayf bo'lsa ham shirin bo'lib qolar ekan-a. Tasqib qiz bo'lib qolgan. Men anekdot aytayapman, menga qarab. Adeta u gapatyapti o'ylayapti meni. Menga ham farqi yo'q-da. Ha opa. Ichdingizmi? Ichganim yo'q. Quzarib ketibsiz-ku. Pivo ichdim deydi. Meni kechirasizlar edi, erkak kishini ichgani qanaqa xunuk ko'rinsa, ayol kishini ichgani undan 5 bat 100 barobar xunuk ko'rinar ekan. Meni kechirasizlar, mana men ko'rgan narsamni aytayapman-da, juda xunuk ko'rinar ekan bu holat. Ha, shunaqa to'ylarimiz ham bor. Endi o'zbekni to'yi zo'r deb, bittasi Fransiyada yashab, Fransiyada ishlab, O'zbekistonga kelibdi deb, og'aynis to'yga aytgan ekan. Fransiyada deb, uzr, Parijga hayol ketib qoldi. Olimpiada bo'ldi. Italiyadan kelgan og'aynis to'yga aytibdi. To'yda o'tirib, endi hali odam o'zbekni to'yda nima ko'p, yeb ichish ko'p. Ozgina kayf ham bo'lib qolibdi. O'tirib, Italiyadan kelganini bir bildirib qo'yay hammaga debdi. Hofiz ashula aytayotgan ekan, shuni hofizni oldiga borib, 50 euro bor-ku. 50 euro mana cho'ntagiga shuna qistirib bitta perechitani eshitaylik debdi. Perechita italyanskiy ashula-yu. Eshitgansizlar-a? Perechita. 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 Mana shu perechita degan joyni bilaman xolos.
Bilasizlarmi bu ashulani kim aytgan? Topsanglar qoyil qilaman. Perechita degan ashulani kim aytgan? Celentano? Abror. Kim? Coutinho? Opayin, shuncha odam ichida unaqa. Coutinho devorming. Yo, shunaqa ashulachi bor bilaman. Toto Coutinho. Oti g'alati ekanda. Topolmay kim aytgan? Tamam. Topolmayapsizlar? O'zim aytaymi? Shahar berdinglarmi? O'zim aytaymi? Bilmasanglar bilib olinglar. Perechita degan ashulani Italiya xalq artisti G'ulomjon Yoqubov aytgan. Ularni G'ulom akasi-da. Albano. Endi biz uni kim aytganini zo'rg'a topyapmiz. Ana qishloqni ashulachisi qayda biladi uni ashulani? U ham o'zi bilgan ashulani aytayotganmish. Boyagan o'tirgan joyda poylab turibdi, qarasa hali ashula aytilmayapti-ku. O'tirgan joyda hofizga qarab Perechita. Perechita. Sahofizam sizning guli topildi jahon mulkida paydo, sho'x parizo. Saldi al-ishqi mahna kulfat savdo qilg'in ana faryod. Siz ham tushunmadim. Bu Perechita emas-ku. Perechita. Ben sana 50 euro berganman debdi. Perechita. Siz hofizam 50 dimda olibdi-da. U bechoraga birov 10 so'mdan oshib pul qistirmagan. U yevroni ko'rmagan, u otkritka deb o'ylabdi. Haydi g'amretdi bu kun shogirdiga bir olib ber debdi. Kuni vayron yaldirg'al jonim. Pulni qaytarib bergan boyagin battar jahli chiqib ketibdi-yu. Tushunmadim debdi-da. Stol ustida turgan pichoqni olibdi-da. Perechita debdi. Aytmasang debdi. Tiqaman debdi. Bu ikkalasi bilayotganini hech kim bilmaydi to'g'onada. Sahofizam Saydi g'am etdi bu ko'nglimni kul vayron yaldirg'ali jonim. O'zini tiqaman deyapti-da. Endi agar rahmayla bali dilbar barla qilg'il al-obod. Deb tursa haligi ego yo'q bo'lib qolibdi-yu. Xayriyat qutuldim shekilli, Xudoga shukr. Sonsandalarga qarab kayfiyat zo'r. Barigalni chalinglar debdi. Barigal, san salmanim dilbarim barigal. Jonim jalolasi barigal. Ey, san salmanim dilbarim barigal. Jonim jalolasi barigal degan ashula bor-ku. O'sha. Endi sozandalar muzikani boshlashibdi edi. Rantam tan tayrada rantal tayrada tayrada paradadadam. Sali hofizam kayfiyati zo'r. San salmanim dilbarim degan ekan, mashtam muzday bir narsa tegibdi-da. Qirrali narsa. Bunda ko'zini qiri bilan qarasa, anu ketmagan ekan. Biqiniga pichoq tirab Perechita debdi. Siz juvon shirin-ku. Hali ashulachi ham turgan joyda, sen sani menim dilbarim Perechita debdi. Jonim jononasi Perechita. San salmanim dilbarim Perechita. Jonim jononasi Perechita desa bu ham senga pichoq tashab qo'yib bolar ekan-ku. Deb o'ylab ketayotganmish. Bu ham xursand bo'lgandan Perechita, Perechita, Perechita. Hey, jonim jononasi Perechita. Ha aka, Perechita, Perechita, Perechita. Hey, dardimi darmonasi Perechita desa sastab hayron, g'ichaychi doirachiga qarab Quyosh urdi debdi. Doirachi saloma qism olaylik debdi. Bu uzvoqlashgan sari xursand bo'lgandan tishlari durdurimdur Perechita. Ovozi bulbulumdur Perechita. So'zlari durdurimdur Perechita. Deb qo'yamish ana har zamonda. Ashlarni ayttirsa boyagi xursand bo'lgandan qaytib kelib, boyagi 50 ni qayta taqistirib, rahmat.
Bundan keyin bitta barigalni ham aytib berasiz debdi. Keladir. Shogirdimiz qarsaylab chalib qo'yinglar, qo'llab-quvvatlab. Mana ham birinchi konsertim shu yerda bo'lgan. Salomat bo'l. Omon bo'l. Mana shu konsert dasturini tashkil qilgan Olov Nur Media, Olovuddin do'stimga bitta chiroyli qarsak chalib qo'yinglar. O'zi shu yerdami? Mana shu yoshlarni qo'llab-quvvatlab, keling do'stim, yo'q keling. Har doim mana shu ijodkorlarimizni konsertlarini qilib beradi. Birinchi konsert qilaman degan odamni konsertini shu yigit qilib beradi. Opa bitta gul bering mana shu bolaga. Olovuddinga. Chiqasin. Ana gullarni qaytaringlar. Boshidagi gullar bormi? Qani u gullar? Berdinglar. Okey. Olovuddin, qarsak bo'lsin. Salom. Ol Nodir, ol. O'zing bergansan, ol. Sog' bo'linglar. Gul sotyapsizmi, opa? 3 marta keldingiz-ku. Ana xolajonimizning qo'llarida gullar. Xolamning qo'lida gullar bor. Niyat qilib olib kelibdilar. Sog' bo'ling. Qanchaga oldingiz, xola? Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Endi ustoz. Madaniyat vazirligi to'xtab. Xo'p. Shoshilyapsizmi? Gapiring. Ishingiz bormi? Madaniyat vazirligiga chiroyli qarsak chalib qo'yinglar. Ozodbek Ahmadovich vazirimizga rahmat. Shaxsan prezidentimizning qarorlari chiqqan qiziqchilik, askarchilik san'atini rivojlantirish, mana shu san'atni yoshlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida juda katta bir qaror chiqdi. Mana shu qaror bo'yicha yurtimizda juda katta ishlar qilinyapti. Xudo xolasa qiziqchilik san'ati bundan ham rivojlanadi, chunki prezidentimiz shaxsan qaror bilan o'zlari tasdiqlab bosh-qosh bo'lyaptilar. Bitta chiroyli qarsak chalib qo'ysanglar bo'ladi. Va mana Gold Vision studiyasi, bu respublikamizda eng taniqli studiya bilasizlar. Bitta qarsak chalib qo'yinglar, bular ham tasvirga tushirishyapti. Gold Vision, gapirib bersang bo'ldi, bitta konsert yasab beradi-da. Gapirib bersang bo'ldi. Homiylarga rahmat. Nodirjonni men konsert qilib 11 yildan beri konsert qilaman. Zo'rg'a bitta homiy topaman. 6 ta homiy topibdi. Qoyil qoldim. Uyma yurdingizmi? Ha, yig'dim. Ustoz hammasini. Endi ustoz, mana kattasi. Bozorda oldida o'tirdingizmi yo uyma yurdingizmi? Yo, shu bozor darvozasining oldida o'tirib yurdim. Konsertga yordamdimi? Ustoz, men bitta narsaga o'rganib qolibman-da. Nimaga Mana o'rganib katta qolsiz? sahnalarda konsertingizda chiqamiz-ku. Ha. Siz bizni sinab ko'rasiz-da. Ha. Endi hozir Xudo xolasa sinovingizdan o'tdim degan umiddaman bu konsertda. O'tdingiz yo'q. Yana bitta sinab ko'rsam bo'ladimi? Bormi? Yana. Bitta sinab ko'raylik, bunda qilamiz. Bitta anekdot aytsin. Ha? Mana ustoz birinchi anekdot aytishni o'rganish kerak degansiz-ku. Latifa aytishni o'rganadi, keyin monologga o'tadi degansiz. Ustozimiz Ma'murjon Umarov, professor. Assalomu alaykum. Ustoz, xush kelibsiz. Chevara shogird. Men nevara shogird, bu chevara shogird. Voyga onaxonga o'xshab sizda hali begonalar ham bo'ladi, xudo xolasa. Bunday qilamiz. Anekdot aytasiz. Xo'p. Mana shu o'tirganlarda yarmi kulsa ham hisob. Xo'p. Kulmasa adjumaniya. Siz ham Nima? latifa aytasiz birga. Hop. Kulmasa adjimani. Bo'ladimi? Shunga kelishsak mayli? Kelishsak mayli shunga. Roziman. Rozimisiz? Roziman. Unda boshladim men. Oxirigacha mard bo'lish kerak. Adjumaniya nima? Adjumaniya. Yo, hali aytmadingiz, ey ustoz. Aytmadingiz-ku. Ah, Aytmadingiz-ku hali. ya aytmadim prosta. Men aytaymi? Xalq kulmay qo'ysa, sizni konsertingiz o'shanda. Kulmasa? Kulmasa adjumaniya. Xo'p. Ayting. Xo'p, bittasi tez yordamga telefon qilibdi. Alo, tez yordammi bu? Ha, tez yordam ishladi. Navoiy ko'chaga kelinglar, ikkitasi urushyapti debdi. Desa tez yordamdagi aka tomis ketganmi sizni? Ikkitasi urushsa siz tez yordamga telefon qilasizmi? Militsiyaga telefon qilmaysizmi? Desa boyagi odam ham aka, militsiyaga telefon qilgan foydasi yo'q debdi. Nimaga desa, o'zi ikkita militsiya urushyapti demiş.
Qutuldim. Qutuldim. Qarindoshlarim ko'p. Kunda Siz. anekdot Ha. eslatib yuboring. Ha? Eslatib yuboring. Eslatavering. Xo'p. Qulog'imni. Unga kulmaydi-yu. Ha, bor aralashma, voy. O'zim topaman. Haligi mana shu paytda kelmaydi. Qo'rqyapsizmi ustoz? Yo'q, qo'rqqanim yo'q. Bittasi diyor bor. Ha? Qaysi? O'zim aytaymi? Ayt, buyoqqa kel. Buyoqqa kel. Buyoqqa kel. Mashinadan chiqasan. Mashinadan chiqasan. Chiq. Bu ham shogirdimda. Meni o'rnimga mana shu aytsa bo'ladimi? Bo'ladi. Hey, siz ham aytishingiz kerak lekin. Davay. Buyoqqa kel. Buni ham konsertlar qilamiz yaqinda. Meni o'rnimga o'tadimi? O'tadi, lekin Ayt. siz ham aytishingiz kerak keyin. Tan oldi. Tan oldi. Anekdot aytish kerak edi. Yo'q, to'xtang. Endi anekdotni ayt. Kulmasa ham xijolatmi? Ancha qilib bo'lding. Bir odam tovuq go'shtidan shashlik qilib sotar ekanda endi. Tovuq shashlik. Insofiga qurt tushibdi. Tovuq shashlikka eshak go'shtidan qo'shadigan odat chiqaribdi. Eshak go'shtida eshitmadingmi? Eshitdim. Lekin odamlar ham anoy emas, bilib qolib janjal qilib yuboribdi. Sudga berib yuborishibdi. Sud bo'layotganmish. Xo'sh, hurmatli ayblanuvchi, tovuq shashlikka eshak go'shtidan qo'shganingizni tan olasizmi? Tan olaman, o'rtoq sudya, tan olaman. Lekin ko'p qo'shmaganman. Qancha qo'shgansiz? Shu birga bir qo'shganman, o'rtoq sudya. Ya bu yerda sud bo'lyapti, aniqroq qilib ayting. Qancha tovuq go'shti, qancha eshak go'shti qo'shgansiz? Aytyapman, u o'rtoq sudya bitta tovuqqa bitta eshakni aralashtirardim durmush. Qutuldi. Shogirdimiz diyorjon, qarzay bo'lsa, rahmat, rahmat. Ham anjumani qildi, ham kuldirdi. Yo'q. Ha. Bu. Zo'ri bor. Sen meni o'rnimga aytding. Zo'ri bor ustoz. Aralashma bu yoqqa o't. Zo'ri bor Buni ustoz. navbati. Navbat. Zo'ri bor. Mana 3 boshli ajdar bor-ku. Ikki chekkadek boshi aroq ichib o'tirgan ekanda. O'rtadagi ichmayapti ekan. O'rtadagidan so'rashibdi. "Sen nimaga ichmayapsan?" desa, o'rtadagisi "Men ruldaman" dermish. O'zim ham kuldim bunga. Ota bola ichib o'tirgan ekanda. Ha. Dadasi o'g'liga qarab bitta to'sayt desa, "Mayli, dada. Ota bolachiligingiz abadiy bo'lsin" debdi. Yana bitta. Yana bitta, biz ikkitadan aytdik. Anjumani qildirib turmoqchi edi bitta. Baliq tutgani boribdi bittasi. Baliq tutibdi-da, oltin baliq chiqib qopti. Oltin baliq haligi odamga qarab, "Meni qo'yib yubor. Men oltin baliqman" debdi. G'alatiroq ekanda. Parijga olimpiadaga borgan baliq ekan. Olimpiadada rasm shunaqa baliqlar yurdi-yu. Shunaqa baliq ekanda. Afshalar bo'lmaganda qizlarimiz ham oltin medal olib kelardi-da, bokschi qizlarimiz. Yo'q, erkak o'zini ayol qildirib boks tushyapti. Men aytdim, erkak bo'lib turib, ayol bo'lib boks tushgandan ko'ra, haqiqiy erkak bo'lib uyda kir yuvib o'tir. Xullas, baliq. Qo'yib yubor, men oltin baliqman debdi. Yo'q, xo'p. 50 ming dollar beraman degan ekan, boyagi odam baliqni olib paqirga solib qo'yibdi. Paqirni ko'tarib ketayotganmish, paqirning ichida suvda gapirayotganmish. 50 ni uni 100 beraman debdi. Uyga olib borib, yuvib, pichoqni shuni qo'liga olgan ekan, 500 ming beraman debdi. So'yib, qovurib yeb yuboribdi. Kulmadi. Kulmadi. Endi bo'ldi. Kulmadinglar, bo'ldi. Yeching. Keling, mikrofonni bering. Ha, bitta ko'ramiz. Keling ustozlar, o'rtada. Kulmadi, o'rtada. Mana shu joyda yaxshi. Anu opa ko'rmaydilar, sal orqaroqda ajmaniya qiling-da. Keling ustoz. Opa ko'rmayaptimi?
Yaxshimi? Siz uchun maxsus. Qani ustoz? O? Yo. Oxirigacha eshitmadinglar-ku. Tugagan yo'q. Boyagi haligi baliqni tuvagan odam kar ekan. Bu mali baribir ustasi ustada. Rahmat, salomat bo'linglar. Juda ham xursandmiz. Nodirjon, Nodir qiziq bugun ilk qadamlarini qo'ydi mana shu katta sahnaga. Keyingi qadamlari bundan ham dadil va muvaffaqiyatli bo'lsin. Bugunga erishgan muvaffaqiyatlari uchun esa bitta chiroyli qarsaklar bo'lsin. Rahmat. Ofarin, tasanno barakalla. Azizlar, ushbu konsertni tashkilotchilariga ham qarsak chalib qo'ymasak bo'lmaydi. Konsert tashkilotchisi Olov Nur Media kinostudiyasiga qarsakinglar. Art direktor, prodyuser Olovuddin Nurmuhammadovich. Olov Nur Media xodimlari, ovoz rejissyorlari Igor Iosis jamoasi, grafik ustasi Otabek Toshxo'jayev, bosh hamkorlar, homiylar Order kompaniyasi, Eleven suvlari, Shahzod parfyum do'koni, Islomjon choyxonasi, Asliyat o'quv markazi, ko'p tarmoqli tibbiyot texnikumi, Hamroqulov maktabi, axborot hamkorimiz Effekt.uz, shuningdek Toshkent shahar hokimiyatiga, O'zbek konsert birlashmasiga, Turkiston san'at saroyiga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, rahmat!